Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan bugun men render skinimni almashtirdim. Ko'zim lekin o'xshaydi bolalar. Bugun men sizlarga ikkita Minecraft 1.21.111 versiya uchun eng zo'r ikkita Survivor uchun cheatlarni ko'rsatib o'taman. Bu cheatlarni hozir bilib olasiz. Birinchi cheatga olg'a ichga kirasiz. Doim yurak yozasiz. Give up. Yo'q, esir ekan. The amount deb yozamizda. Bu yerga 64 deb yozamiz. Bizga 64 ta zumrad berishdi. Ya olmos berishdi bolalar. Bu cheat foydasi ko'p. Chipdan bir dona emas, ko'proq qilsangiz ham bo'ladi. Give qo'yamizda. Give up is the amount mishter. Yana rotatsiya yana beradi bolalar. Bu cheat ishlayveradi qancha bo'lsa ham. Qani ikkinchi cheatga. Hozir ikkinchi cheat ko'rsatishimdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ikkinchi cheatga olg'a. Yozasizlar bolalar chatga. Nima qilasizlarda? Degan give emas, effect yozasizlar. Effect. Alt boost mana. Boost va yerga 9 ta alt qilasizlar. 1 2 3 4 5 6. 6 ta bo'ldi. Endi bu yerga 155 dan xohlagan soningizni yozasiz. Ya, qayerdadir xato qilib qo'yibman. Xullas bolalar shunday qilasizlar mana. Burada 909 tani 69 da 6 ta emas, adashmasam 5 ta qilish kerak edi. Bolalar adashmang, o'zlaringiz qilaverasizlar. Bolalar, sizlarga men xayr deb qolaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan render edi. Ko'rishguncha chao.